3 ta. To'liq gapiring. 3 ta shay bor. Bo'ldi, siz uyda o'rgatasiz, bu yerda men o'rgataman. Mana bu o'lgan, qiyshaygan, qashaylashgan yelkalaringizni ko'taring. Qanday tashlaysiz? Shunday tashlaysizmi? Yaqinroq keling. Mana shunday olasizmi raqibingizni? Yo, raqibingizga bunaqa kelasizmi? Qanday kelasiz raqibingizga? Mana shunday kelasiz. Siz menga mana shu ochiling. Oching, pissayib, mana kissayib o'tirmang, shunday ochiling. Baqiring, baland ovozda yomon ish qilmayapsiz. Dunyoga kimligingizni yetkazmoqchisiz. Davay. Mening ismim Bahrom. Orqangizda singlingiz o'tiribdi. U ishonmaydi sizga. Shumi akam? Chunki bunday qarayapti 10 yil, bunday qarayapti 15 yil, o'sha mening ismim Bahrom deyapsiz, u oxir aytadi, "Yo'qol" deydi, joyini bo'shat, men gapiraman deydi. Ertaga singillaringiz sizdan oldiga o'tib ketmasligi uchun ham siz bugun baqirishingiz kerak. Ular siz bilan faxrlanish kerak. Mana kichkintoylar kimga qarab o'rnak oladi? Siz agar duh bersangiz, gapirayotgan mana qilsangiz, qo'llaringizni qo'ying stolga. Baqiring. Mening ismim Bahrom. Mening yoshim 10 da. Молодец. Yurib ketyapsiz, dunyo aytyapsiz. Ey deyapti. Dunyo shunaqa. Dunyo nagli. Dunyo bes. Ey deydi, kimsan desa, bunaqa o'tirsangiz, keyingisi deydi. Dunyo ana shunaqa. Dunyo hech qachon sizni boshingizdan silab ko'tingizdan o'pmaydi. Dunyo nima, kimsan, gapir deydi. Kimsiz? Mening ismim Bahrom. Yoshim 10 da. Surxondaryo viloyati. Aldamang. Mana men Surxondaryodaman. Jaydarskiy, Ujarskiy otga o'xshang, o'tirishingiz ham ot bo'lsin, ko'taring gavdangizni. Bosing qamchini, davay. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Men kelajakda biznesmen bo'lmoqchiman. Hech qachon bo'lmaysiz. O'yinga kirib bo'lmoqchiman, qilib ko'rmoqchiman, harakat qilib ko'rmoqchiman desiz, hayotda bo'lmaysiz. 10 yoshda bo'laman deng, bo'ldi. Men ushaman deng. Ushaman deng, biznesmenman deng, kelajakda men biznesmenman, bo'ldi. Men kelajakda biznesmenman. Men kelajakda biznesmen bo'laman.